Assalomu alaykum obunachilarimiz. Navbatdagi darvozani ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu fasonda darvozachilar ko'p yaxshi biladi. Ko'proq darvoza qidirganlar ham yaxshi biladi. Turetskiy darvoza deymiz. Chiroyli darvoza chiqqan. Materiallari ham qalin. Ochilib yopilishidan xudo xohlasa hech qanday muammosi yo'q. 2 qavatli, orqa tomoni 1.3, oldi 1.5, 1.8 lista. Foydalanilgan, 2 dan foydalanilgan bezak uchun tepada lazer guli bor, bu ham 1.8 lista. Yon tomoni 10 shivillirdan, pastda ham 10 shivillir. Tepa esa 10 ga 5 profildan foydalanilgan yasashda. Qanotlari hammasi ichkariga ochiladi. Kaltka ham katta qanotlar ham. O'rtadagisi esa nerjovka. Nerjovka ham ichi to'liq, ya'ni hamma tomondan hech qanday qo'l kirib yoki ochib qolgan holatda emas, to'liq bo'rtib chiqqan, ya'ni 3 santimetrga. Rangi ko'rganingizdek kumush rang, matoviy deydi. Qalin nerjovkadan foydalanilgan. Orqa tomoni ham tekis. Endi bu ham o'sha chang bo'lgan, yo'lda bo'yda odatdagidek. Lekin holati to'g'ri aytaman, juda chiroyli holatda turibdi. Hech qayerda shikast yetmagan. To'g'ri, orqa tomonda ma'lum bir darajada o'rnatish jarayonida u yoqqa bu yoqqa ishqalangan bo'lishi mumkin. U yer turibdi. Buni kraska xullas bir qator qaraladi o'rnatish jarayonida. Lekin umuman olganda boshqa yerida hech qanday nuqsoni yo'q. Juda chiroyli holatda. Olgan odam albatta xursand bo'ladi. 357 enliga, ya'ni 360 joyga bemalol chiqadi. Banadagi 337, ya'ni 340 razmerga bemalol siz buni joylab o'rnatishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, xuddi shu darvoza deyarli 1 million yoki u yoq bu yoq bo'ladi. Narxi kvadratiga 12,5 millionga olib borib o'rnatib beriladi vodiy bo'ylab. Toshkentga yoki boshqa viloyatdan bo'lsa, viloyatda bo'lsa albatta unisidan kelishiladi. Butun holatda hech qanday bo'laklanmasdan shunday olib borib o'rnatiladi. Shuni buyurtma berasiz, aloqaga chiqasiz. Kelishib qolsak, xudo xohlasa chiroyli qilib, ideal holatda olib borib o'rnatib beriladi. Orqa tomonni ham bir ko'rsatib qo'yaylik Azatbek. Hop, mana ko'ribsiz, orqa tomoni ham tekis yopilgan. Sentr zamok o'rtada. Shanrlari ham bu yerda nimaga pachimnilik emas, orasida shari bor. Ya'ni oddiy pachimlik emas. Shanri toza shanrdan. Mana ko'ryapsiz, orada yog'lash imkoniyati ham bor ichidagi narsasini. Bu tomonda esa kichikroq shanr. Mana bu yerda ko'rayotgan narsangiz mana bu nerjovkani bunga qotirilgan. Istagan vaqtingizda uni almashtirishingiz mumkin. Mana bu bir ikkita joylari bor. O'rnatish jarayonida u yerda, misol uchun mana buni ko'chirib kelishda, ya'ni qanot ochilib ketmasligi uchun qo'yib qo'yilgan. Bu joylarni remont qilib, chiroyli qilib, yuvib, netib deydimi, yangidek qilib beriladi. Lekin chirigan yeri yo'q. Ideal holatda. Narxiga nisbatan aytganda xotirjam bo'ling. Aynan shu narxda yangidan yasatib ola olmaysiz. Chunki nima uchun bu arzon deydigan bo'lsangiz, buni oldinroq reklamaga yasalgan. Buni biz yana boshqa razmerda ko'plab ideyalar bor, boshqa bor. Albatta kuzatib tursangiz, yangi darvozadan ham chiqaramiz. Dizaynini azizlayapman. O'shalarga to'g'risi pulni bo'shatyapmiz. Shuning uchun arzon qilib berilyapti bu narsa. Lekin sifatsiz ekanligidan emas. Holati zo'r. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa siz yoqtirgan buyumni topib berishga harakat qilamiz. Qulay narxda. Obuna bo'lib qo'ysangiz hech narsa yo'qotmaysiz. Like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.